bola asarini zamonaviy tarzda namoyish etadi. Mahallada bir bola bor edi. Ham shum, ham aqlli, ham hushyor. Bir kuni u velosipedini minib, boyning hovlisiga o'tdi. Ammo xizmatchilar uni to'xtatib qolishdi. Ana endi voqealar boshlanadi. Assalomu alaykum. Men sizning xizmatchilaringiz tomonidan adolatsiz jazolanganingiz uchun keldim. Yumshoq qarshi jo'natyapti. Men huquqimni bilaman bolaka. Konstitutsiyaning 27-moddasi bo'yicha har bir shaxsning erkinligi va daxlsizligi himoya qilinadi. Oppo bu bola shuni bilar ekan. Qarshi huquq qarshi taqdimlanyapti. Qattiqroq. Men huquqimni bilaman bolaka. Kecha meni xizmatchilaringiz bekordan bekor qilgan bu haqorat. Baraka topib, qayta o'rganyapsan meni. Bu O'zbekiston Respublikasining men kecha xizmatchilaringizdan velosipedini tortib olmang dedim. U esa kuch ishlatmoqchi bo'ldi, lekin Konstitutsiyaning 26-moddasi bo'yicha shaxsning erkinligi va daxlsizligi himoya qilinadi. Qo'rqishga mumkin emas. Konstitutsiyaning 3-moddasi bo'yicha fikrni aytgan uchun hech kim jazolanmaydi. Men fikrimni aytdim, ular esa meni shovqinchilik qildi. Rahmat, baraka shunaqa qilsak bo'ldi-da. Men ham Konstitutsiyaning 32-moddasi bo'yicha jamoatchilikka oid masalalarda o'z fikrimni aytish huquqiga egaman. Shuning uchun aytdim. Ha, Konstitutsiya hamma uchun bir oid jamg'arma demaydi. Shum bola boydan uzr olgandan keyin ham tinchimadi. Chunki adolat bu faqat boshlanish edi. Hali oldinda ko'p voqealar kutgan. To'xta, qayoqqa ketyapsan? Bu yerga kirish uchun esa qanaqa qog'oz kerak? Boylik qo'shimcha qoidalar kodeks shunaqa qog'oz farq qilganlik-ku. Kodeks o'zi qonunmi? Konstitutsiyada yo'q-ku. Bu boylik uy qoidalari konstitutsiya unchalik kuchli emas, buni bekor qilishgan. Mana sizlarda xato qilyapsiz. Konstitutsiya hamma uchun teng, men ham ketishga tengman. Nima deyapti u? Biz kattani sevishsan. Kattalik tenglik o'zgartirmaydi. Bo'yi katta bo'lsa ham huquqiy boshqacha qoladi. Yaxshi, qonunni bizga nega kerak? Meni kecha bekordan bekor qildinglar, hech aybim yo'q edi. Sen shunday qilganmiding? Ha, shunday qildim, lekin ayb qilmagandim. Shunday bu mening ishim, lekin sizlar harakat qilib meni kamsitinglar. Bu bola bizdan ham aqlli bo'lib ketyapti. Menimcha boyni chaqiramiz. Biz bunday murakkab moddalarga tayyor emasmiz. Boyga. Yumshoq qo'yyapti, boqish pochga yedim yoki kichkina berganmi? Men ko'ksini ochdim bola. Ana eshitishni qarshi qo'ydi. Doyamni bushyapti. Meni kecha xizmatchilaringiz bekor qo'ygan. Men esa 25-modda bo'yicha shaxsning erkinligi va daxlsizligiga egaman. Boshi hamma boshdan yo'qlaganmisan. Bizlar nima deyapti? Qo'rqitayapmi? Yo'q, boyga lekin baqirgan. Baqirish ham mumkin emas. Konstitutsiyaning 32-moddasi bo'yicha fikrni aytish uchun hech kim jazolanmaydi. Men fikrimni aytdim. Buning uchun menga baqirishlar noto'g'ri. Shu bola shaharga qo'ymoqsanmi? Mayli, bizlar bu bola xizmatdan ko'rsatmayapti. Ha, albatta huquqingni bilgan odam kuchli odam bo'lsa, siz ham bilib oling. Shunday qilib shum bola boyning hovlisiga adolat shamolini olib kirdi. Ammo bu hali boshlanish edi. Boyaga, so'rayga men yana keldim. Oppolar nimaga kelding? Bugun bu safar men o'zim emas, onaxonim keldi. Bu xatchilaringiz bekorga hududga tarqatib qo'ydi. Biz avval deb o'ylamagan. O'zi ko'tara olmadi, hozir meni kirib deb turibdi. Boyaga
Ha, albatta. Ha, albatta. Voy, yuragim tushib ketdi. Voy, yaxshi ekansiz, lekin o'zim sizlarni tarbiyalang. Endi menga ko'tarmayman, faqat ovqat yeyman desam ham bo'ladimi? Bo'ladi. Bundan boshlab ish o'rganaman. Boy aka, sizga ko'rsataman. Shunday davom eting. Agar hozirda yangiliklar bo'lsa, men yana kelaman. Xo'sh, bugun 5 marta keldim. Yana kecham. Bugun seni shu xona bo'lib qoladi. Mana shu tariqa shu bola yana bir kichik mahallani kulgi va adolat bilan yoritdi. Qayerda konstitutsiya bo'lsa, u yerda tartib, qayerda shu bola bo'lsa, u yerda shovqin. Sizlar bilan 8-A sinf o'quvchilari bo'ldi.